Kunlar juda ham tez o'tmoqda. Biroq bu qirg'in hali ham tugagani yo'q va G'azo xalqi uchun og'ir kechmoqda. G'azo xalqiga qarshi deyarli 600 kundan beri davom etayotgan ommaviy qirg'in va ocharchilik urushi hali ham davom etmoqda. O'z ko'zingiz bilan qarang. Men hozir yer bilan yakson bo'lib ketgan 10 minglab uylardan birining vayronasi ustida o'tiribman. Bu xarobalar ostida shahid bo'lganlar shahid bo'ldi. Vayronalar ostida qolib ketganlar qolib ketdi. Undan salomat chiqqanlar esa G'azo xalqining singan umidlarini ko'targan holda chodirdan boshpana topdi. G'azo ahli davom etayotgan bu urush fonida og'ir qiyinchiliklarni boshdan kechirmoqda. Lekin vaqt, joy va masofalarning uzoqligiga qaramay, Qirg'iziston Respublikasidan, xususan Jalolobod va Suzoq shaharlaridan chiroyli bir umid nuri paydo bo'ldi. U yerdagi opa-singillar zulmat ichida bir mash'ala yoqishga qaror qilishdi va G'azo xalqiga yordam sifatida turli xil ezgu loyihalarni boshlashdi. To'g'ri, bu yordam G'azoning barcha ochligini qondira olmaydi, barcha chanqoqligini bosa olmaydi, lekin bu bir yaxshilik urug'i. Bu ezgu amaldir. Alloh taolo ularning jannatdagi darajasini oliy qilsin. Bugun G'azo ichidan ularga shunday deymiz: G'azo xalqini eslaganingiz uchun, yonimizda turganingiz, yelkadosh bo'lganingiz uchun tashakkur aytamiz. Barcha qirg'iz va o'zbek birodarlarimizni, qolaversa barcha musulmon qardoshlarimizni G'azo xalqini qo'llab-quvvatlashga va suyanchiq bo'lishga chaqiramiz. Salamun ala qahirin al-'ida. Urushlardan jabrlangan va qochqinlikdagi aholilar uchun 10 ta qozonda taom tayyorlamoqdamiz. Ushbu saxovat Qirg'iziston Respublikasidagi fidokor opa-singillarimiz, xususan Jalolobod va Suzoq shahridagi ayollar tomonidan taqdim etildi. Ularga G'azo xalqini qo'llab-quvvatlashgani uchun samimiy minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ushbu taomlar bir qancha oilalarning qornini to'ydiradi, ularga kuch-quvvat bo'ladi. Lekin shuni unutmasligimiz kerakki, G'azo sektorida 10 minglab, hatto 100 minglab odamlar hali ham och qolishmoqda va sizlarning yordamingizga muhtojdirlar. Ular bu muqaddas zaminda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning omonatini himoya qilgan holda sobit qadam qolishlari uchun sizning yordamingizga muhtojdirlar. Ochlikdan aziyat chekayotgan G'azo xalqi uchun suyanchiq va yordamchi bo'ling. Salamun ala qahirin al-'ida. سلام على غزة الصامدين. سلام عليكم وروحي لديكم تتم صفوف